Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston ahli. Bugun men 27-da qilgan video chiqqan murojaatim bo'yicha Kia O'zbekiston distribyutorlari tomonidan yaxshi tomonga yechim qilib, menga texnik xizmat ko'rsatib berdi. Xodim bo'yicha xodimni 1-dekabrdan boshlab ishlamaslikka ishdan bo'shatilganligi haqidagi arizani ham ko'rsatishdi. Men uni yana qo'yib boraman. Mana akalarimiz. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz, barcha Kia diler sentrlarimizda sizni kutib qolamiz. Aynan hozirgi paytda bizda Kia Sonet va barcha Kia modellarida juda ham qulay shartlari va juda ham zo'r aksiyalar va juda ham zo'r taklifga ketyapti. Barcha obunachilarimizni kutib qolamiz. Men bu o'tgan kelishmovchiliklar uchun hozir mana orqasidan yaxshi video qo'ydim. Shu kelishib olganligimiz haqida. Men hech qanaqayin mana o'zlarini oldida mana Kia kompaniyasini bosh nimalari mana bag'am hech qanaqa pul olganim yo'q. Hozir negativ fikrlar bildiryapti ko'pchilik. Men hech qanaqa prosto avtomobilimni ta'mirlab berishini xohlab shu videoni qo'ydim. Telefon qildim, call centerga murojaat qoldirdim. Ko'rib chiqishi uzoq bo'lib ketganligi uchun indin qoldirilganligi uchun majbur video qo'yishga majbur bo'ldim. Kelib chiqqan muammolarni mana bugun hozir kech bo'lishiga qaramasdan mana akalarimiz hal qilib berishdi. Men hech qanaqa e'tirozim yo'q Kia kompaniyasiga. Yaxshi tomonga yechim bo'ldi. Shu tomonga texnik xizmat ko'rsatib, amortizatorlarimni almashtirib berdi, to'rtalasini ham. Haqiqatan ham shu to'qillab qolganini tekshirib, yaxshi tomonga yechim qilib berdi. Aka, hammalaringizga rahmat. Mana oldlaringizda men hech qanaqa bu yerda nima deydi, like ishlash uchun yoki nimadir uchun video bo'lgani yo'q. Haqiqiy video. Mana shu Kia salonini o'zidaman. Hech qanaqa pul olganim yo'q. Sizlarga ham rahmat.